Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun Sol quruvchisini Levante proyekti haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rayotganlaridek bu 27 etajdan iborat bino bo'ladi. Studiolar 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomli kvartiralardan iborat. Hop, joylashuvi GBT, Jumeirah Village Triangle'da joylashgan. Kelar bu lokatsiya haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz birinchi. Hop, bu mana Dubay, o'zinglar biladigan Dubay aeroportda, Dubay yangi aeroportda, mana bu yerda Marina bilan Palma, mana downtown. Biz aytgan proyekt mana shu joyda joylashgan. Jumeirah Village Triangle. Ko'rib turganlaridek lokatsiya jihatdan juda ham yaxshi. Marinalarga 10 minut, yangi tushayotgan aeroportga 15 minut, Al-Xil bo'yicha downtownga ham 15 minut va eski aeroportga o'rtacha 20-25 minut yetiladigan joy. Lokatsiyani o'zi faqat kvartiralardan iborat emas, villa community hisoblanadi, ya'ni villalari ham bor proyekt, lokatsiya. Xo'p, mana ko'rib turganlaridek mana shu joy GBT. Mana ko'rib turganlaridek bu yerlar hammasi villalardan iborat. Bu yerlar hammasi villalardan iborat. Shunga qaramasdan, deyarli hamma qulayliklari o'zida bor. Ulardan mana ko'rayotgandek maktablari, mana bu yerda Nahil Mall joylashgan. Xo'p, bundan tashqari eng menga yoqqan talablardan biri bu mana faqatgina shu liniya bo'yichagina baland binolar tushyapti xolos. Bu ichkarisida faqat villalardan iborat. Va bu proyektning plus taraflaridan biri mana bu lokatsiyada qurilyapti. Mana bu lokatsiyada qurilyapti, ko'rayotganlaringiz. Butun katta plotni ushlashgan o'zlari olganda, o'zlari qurayotganligi. Ya'ni buni oldida, masalan, orqasida hech qanaqa qo'shimcha binolar bo'lmaydi. Ya'ni U shape'da qurilyapti, mana shunday qurilayotgan bino. Hop, kvartiralar bu yerdan to'g'ri GLT Marinaga qarab turadi. Juda ham go'zal. Va bu yerlarda ko'rayotganlar ro'parasidagi bu uylar qimmat uylar, villalar hisoblanadi. Shu yerdan to'g'ri vitli bino bo'ladi. Hozir rasmlarni ham ko'rsataman. Lokatsiya ham juda ham yaxshi. Uni yaqinroq ko'radigan bo'lsak, bu yerga tushadigan bo'lsa, mana bu yerda parklari ham bor. Kirish chiqish ham mana yonida bu yerda. Juda ham yaxshi joyda joylashgan. Ko'rib turganlaridek bino juda ham yaxshi, U shape'da 20 etajdan iborat dedik. Va buni birinchi etajdan 5-etajgacha magazinlar va parkovkalardan iborat bo'ladi. 5-etajda binoda qulayliklari bor. O'zini naqalari uchun, rezidentlar uchun, yashaydigan insonlar uchun, va bundan buyog'i tepasiga faqat kvartiralar. Xo'p, mana buni qanday ko'rinish kerakligi haqida, Xo'p, bu mana shu vid ko'rayotganlaridek, umuman GLT, Marina, mana naqalar ko'rinib turadi. Rostdan hech narsa to'sib turmaydi ro'parasida. Bundan tashqari ko'rayotganlar juda ham ko'pgina qulayliklardan iborat bo'ladi. Biz hozir ko'ramiz, mana planirovkasi. Xo'p, kelinglar boshlaydigan bo'lsak, mana bu yerda buni erkaklar va ayollar uchun kiyim almashtirish xonasi alohida, ya'ni zalga chiqadigan bo'lsa, basseynga chiqadigan bo'lsa, mana bu yer sport zal, mana bu yer meeting room deyiladi, ya'ni o'zingiz yoki tanishlaringiz kelib qolsa, shu yerda o'tirib ishlaringizni qilishingiz mumkin, suhbatlashishingiz mumkin. Mana bu bolalar o'ynaydigan joy ichki tarafi, mana bu yer bolalar o'ynaydigan joy tashqi tarafi. Mana bu joy ham anaqa sport zal, tashqi sport zal. Xo'p, bu yer endi uy hayvonlari uchun park, bu yer yoga joyi, mana bu yer mini golf, bu yer barbecue area. Xo'p, mana bu yer basseyn, bolalar basseyni, mana jakuzi, mana bu basseynda o'tiradigan, dam oladigan joylari. Mana bu yerlar sinema va bu yer tennis kortdan iborat. Kerakli insonga kerak qolishi mumkin bo'lgan, kerakli hamma qulayliklardan iborat shu joyda joylashgan. Mana qanday ko'rinishi, ko'rib turganinglardek, mana yoga, mana basseyn, mana sport, tennis korti, nima edi? Cinema room. Qisqasi juda ham yashil joylar bo'ladi. Undan tashqari plus e'tibor bermayapmiz. Mana bu yerda
jogging area, ya'ni yuguradigan koridori bo'ladi shu umuman zdaniya bo'ylab. Bu mana kvartiralarda qanday ko'rinish haqida. Xo'p, kvartiralar pod ключ beriladi, mebelsiz, oshxona jihozlari bilan birgalikda. Kvartiralar ranglari xuddi shu usulda bo'ladi, ko'rib turganlaridek. Ko'rinishlari ham shunday. Yotoqxonalari, mana sanuzullari qanday bo'lishi haqida. Xo'p, bu shu 5-etajdagi meeting room. Bu sport zal. Buni ichki bolalar o'ynaydigan joyi. Buni resepsionni qanday ko'rinishi. Xo'p, bu planirovkalar, mana ko'rib turganlaridek studiyalardagi o'rtacha 40 kvadratdan boshlanyapti. Mana kirish, mana oshxona, mana bu yerda sanuzel, garderob, yotoqxona, o'tiradigan joy va balkondan iborat bo'ladi. Juda ham yaxshi planirovka qilingan. Va bu endi mana bir bedrumlarda planirovkalari ko'rayotgandik. Mana kirish, oshxona, mehmonxona, mana bu yerda umumiy sanuzel, garderob yotoqxona uchun, mana bu yerda yotoqxona va yotoqxonaning o'zini sanuzeli va balkon. Xo'p, bu kattaroq bir bedrum. Xo'p, ko'rayotganlaringizdek kirish, oshxona, mana mehmonxona. Xo'p, mana bu yerda общий sanuzel bor. Mana bu yerda endi bolalar xonasi desak ham bo'ladi, yoki ham ofis qilsalar ham bo'ladi. Bundan keyingi slaydda ko'rsatamiz qanday ishlatish mumkinligi haqida. Mana bu yotoqxona o'zining garderobi va sanuzelidan iborat, mana balkonidan ham iborat. Xo'p, mana bu kichkina xonani qanday jihozlash mumkin? Mana bu dizaynlardan biri. Bolalar xonasi qilish mumkin, ofis qilib ishlatilishi mumkin. Bu endi mana 2 bedrumlarda ko'rinishi. Xo'p, bu 2 bedrumlar burchakda joylashgan deyarli hammalari va GLT ga ochiq vidga qaragan bo'ladi. Mana bu yerdan kirish, mana bu yerda oshxona, mana bu yerda mehmonxona, mana balkonlari, mana bu yerda общий sanuzel, mana bu yerda ham o'zini bolalar xonasi bor. Xo'p, mana bu bitta yotoqxona, o'zining garderobi va o'zining sanuzeli bilan birga, mana bu yerda ikkinchi yotoqxona, o'zining garderobi va sanuzeli bilan birga katta balkonlardan iborat. Proyekt juda ham yaxshi, juda ham chiroyli ishlangan. Plan aplatasi ham juda ham yaxshi berilyapti, ya'ni 50-50, ya'ni 50% ni qurilish davomida, 40% ni kalit olinayotganda topshiriladi. Proyekt sizlarga yoqdigan umidamiz. Savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Boshqa proyektlar haqida ham informatsiya berib boramiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Rahmat katta.